Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga mana shu kataloglar bo'yicha zakazlarimni ko'rsataman. Mana bu katalogdan zakaz urganman. Bu katalog 2-martdan 22-martgacha amal qiladi. Bu katalogda registratsiya bo'lsalaring, mana shunaqa shameless atiri sovg'aga keladi. Endi mana bu yangi katalogimiz 23-martdan 12-aprelgacha amal qiladi. Bunda ikkita narsa sovg'aga keladi. Bittasi mana bu yuzingizga xuddi mayda ignalar kirgandek krem bo'lib, mikro iglilar bo'ladi. Betingizga ignachalar kirib, xuddi kosmetologga kirgandek sizga reaksiya qilib, yuzlaringizni zo'r qilib toza chiroyli qilib beradi. Bu krugovая plastika. Bu ham shunaqa yuzga, bo'yinga tortirib, chiroyli qilib beradi yuzingizni. Bu nabor sizga sovg'aga keladi agar siz 23-martdan registratsiyadan o'tib Faberlikka a'zo bo'lsangiz. Bu katalogdan zakazlarim kelgan. Bu katalogda bizda shunaqa kuponlar amal qiluvdi. O'sha kuponlarda ishlatganman va rozыгрышda qatnashganman. Bu rozыгрышda qatnashsalaring sizlarga mana shunaqa sovg'alar, 5 ta begovoy дорожка, 10 ta soat, 1000 ta nabor, ozizdirish uchun nabor va eng katta sovg'a 1 million rubl sovg'aga keladi. Bizda kartalar keluvdi. Kartalarimiz, bunaqa kartalarimiz bor. O'shanda menda 12 ta edi. 11 tasini ishlatdim. Bittasi futbolkalarga ekan, futbolka xarid qilmadim. Qolgani har xil mahsulotlarga ekan. Sizlarga hozir olgan mahsulotlarimni ko'rsataman. Bu aksiyada ishtirok etish uchun shu 11 ta kartamga narsa xarid qilishim kerak edi. Bu aksiya O'zbekistonda amal qilmaydi. Lekin Tojikistonda amal qiladi. Men o'zim O'zbekistonda turaman, lekin Tojikistonga yuk zakaz qilaman. Hozir men sizlarga nima zakaz zakazlarimni ko'rsataman. Mana bu Живица va Omegam menga sovg'aga kelgan. 15 somonga kelgan. Omega 3 bilan Живица. Живица shamollashlarga bilasizlar ichilamidi. 15862. Ammo Omega 3 esa baliq yog'idan tayyorlangan bo'ladi. 15970. Ikkalasi shunaqa qimmatbaho sovg'a menga 5-shagimga sovg'aga kelgan. Undan tashqari mana bu Gepatofortadan 3 ta aytganman, 4-si aksiya edi katalogda. 4 ta dori любой bad aytsangiz, 4-si bepulga kelish kerak edi. Shunda Gepatoforta jigarga dori olganimda Taurin menga sovg'aga keldi. 3 ta Gepatoforta aytganman. Gepatofortani buni qarindoshlarim aytgan. Jigarda kimning muammolari bo'lsa, ichishi mumkin, yog'i bo'lsa, yo jigari og'risa, yegan bo'lsa, yo sariq kasal qilgan, sariq kasal bo'lgan bo'lsa, shuni yopilgan bo'ladi. Kasal bo'lgan bo'lsa, avval jigarini поддержка qilish uchun ichish kerak. Buni hozir o'zimga aytganman bittasini. Shuning uchun bittasini hozir ochib sizlarga ko'rsataman qanaqaligini. Hozir ko'ramiz qanaqa ekan tabletkalar. Mana. Ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli? Balig'i nusiga o'xshar ekan, lekin omegasiga o'xshar ekan. Buni o'zim uchun Gepatoforta jigarimni mustahkamlash uchun ichmoqchiman o'zimga, chunki men o'timda toshim bor. O'shaning uchun o'tida toshi bo'lsa, jigarga ham nagruzka bo'lar ekan. O'shaning uchun buni ichib ko'rmoqchiman. Mana Taurin menga sovg'aga kelgan. Buni ham o'zim uchun oldim, chunki bu energiya berar ekan. Charchoqda oldini olar ekan, energiya berar ekan. Shuning uchun bahorda o'zi hammaga energiya kerak bo'ladi. Shuning uchun rosa slabiyman, charchayman, tez charchoq bo'lgani uchun shunaqa Taurinni o'zimga aytishga qaror qildim. Mana bu bunaqa tabletchka bo'lar ekan, ichida parashogi bor ekan. Mana sizlarga keyin yana mana uni esa, mana bu B kompleks. Buni xolamga doktor aytgan ekan, vitamin B kompleks iching tabletkasidan degani uchun mendan zakaz qildilar. Artikuli 15804. Juda ham yaxshi internetda o'zim marketda ko'rsak ham где-то shu pulga to'g'ri kelar ekan.
Shuning uchun sendan aytib qo'ya qolay, bo'lmasam holsizman, quvvatsizman deganlariga. Keyin yana bitta narsa o'zimga zakaz qilganman. Bu o'sha o'tim bilan muammo bo'lgani uchun mana shuni oshqozonga ham, o'tga ham juda ham zo'r foydasi bor ekan. Hozir buni ochib, bittasini sabrim chidamay ichib ko'rdim. Juda ham nordongina, kisligina ekan. Bu izjogaga qarshi ichsa ham bo'lar ekan. Bitta donasini ichib olasiz, izjogingiz bo'lsa, bo'ldi. Shunaqa jelecha ekan, shirin nordoncha ta'mlik jelecha ekan. Hozir kamgina izjoga bo'lib turdim, chunki o'timda toshi borligi uchun izjoga bo'laman, qo'ynim aynib turadi. O'shaning uchun bundan 20 ta bo'lar ekan. Ichida har kuni bitta yo ikkitadan ichish kerak ekan. Shuning uchun endi mana shuni ichib yuraman. O'zim uchun zakaz qildim. Bu ham kuponga kelgan, bu ham kuponga kelgan. Bu bilan u kuponga olganman. Qolgan mahsulotlarim hammasi kuponga kelgan. 12 ta, men sizlarga aytdim, 12 ta kupon, 11 ta narsa aytganman. Qolgani kuponga mana bitta narsa, ikkinchisi mana bu grizlini aytganman yana. Antijir bu. Duxovkalarimizga, plitalarimizga, grill nimalarga, xullas qayta yog' bo'lsa o'sha yerga sepib qo'yasiz. 60 sekund toza qilib yaltilatib beradi. Rosa ham zo'r sredstvo. Hozir yangi chiqqan bu. Mana shuni qo'yasiz. O'zi bu komplektida keladi. Buni qo'yib ishlatasiz. Xohlasangiz olib qo'yasiz mana shunday yopiqligicha. Tak, buni artikulini aytmayman-ku. Tak, 30 118 artikuli. Keyin уже mana 4-narsa уже nimaga kraska kelgan. To'g'ri bir rangi kashtan pepelniy. Juda ham zo'r kraska ekspert. Mana 2 ta tonalni aytganman. Stay 18 soat turaveradi. Niacinamidi bor, namlanishga ushlab turadi. Artikuli 6816. Bundan hozir o'zim ham ishlataman. Mana bu ko'k choyiki CC krem. Buni artikuli 66-61. Yog'li yuzlarga ko'proq yaxshi tushar ekan. Hozir men sizlarga o'zimni tonalligimni surtib ko'raman. Mana o'zimniki, mana shuni o'zi sizlarga ko'rsatish uchun olib keldim hozir. Mana rosa ham yaxshi tonalniy. Namlik ushlab turadi. Endi uncha bilinmadi, kam surdim shekilli. Betlarini yaltillatib, chiroyli qilib, nejnicha qilib qo'yadi. Keyin mana unaqa razogrevaющий maska aytganman. Sochga ishlatishga, bu ham qizdirib, soch tolalarizni mustahkamlab, to'kilishini oldini oladi. 3380 artikuli. Juda ham zo'r. Hidi salgina o'tkirroq, lekin juda ham zo'r. Ta'siri yaxshi. Bu пятновыводитель, dog'lar ketkizuvchi. Bundan o'zim ishlatib ko'rganman. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Rosa ham yaxshi. Kirlaringni ichiga kir yuvganda ham sovorsalaring bo'ladi yoki alohida dog' ketkizish uchun qaynagan suvga solsalaring ham bo'ladi. Kirga solganlaringda kirlaringni yaxshiroq dog'larni ketkizib beradi. 327 artikuli. Tak, mana bunaqa bo'ladi bu. Dog'lari zo'r ketkizib beradi. Ayniqsa yozga olsalaring maza qilib ishlatasizlar. Mana bu leto kremi kelgan. Bu SPF quyoshdan saqlovchi. Mana bu shunaqa bo'ladi. SPF 50. Bundan o'zim ishlataman bundan ham. Bu o'tgan yili olgandim. Mana o'zimniki. Mana bu yangisi. Mana o'zimning kremimman. Sizlarga shunchaki ochib, surib mana tonalni surdik. Tonalning ustidan endi mana SPF'imizni suramiz. Juda ham yog'li ekan, yog'ligina bemalol surtib olasiz. Mana SPF bemalol saqlab beradi. Qarang, chiroyli qilib yaltiratib qo'ydi. Shunaqa yaxshi, hidlari ham приятный. Quyoshdan saqlab beradi. Maza qilib. Ham suvda ham ketmaydi bu. Suvga ham yuvilib ketadigan nima emas. Keyin yana oxirgi narsamiz. Mana shunaqa ekspertdan ham oqartirib beradi, ham SPF bor, ham dog'laringni ketkizib beradigan krem. SPF 15 bor. Mana juda ham zo'r krem bu. 12035 hit продаж desa ham bo'ladi, chunki ko'pchilik tonalni ishlatgisi kelmasa, tonalni ishlata olmayman deydiganlarga ham mana shu krem ishlatsalaring, ham tonalning o'rnini bosadi, ham krem sifatida ishlatsalaring ham bo'ladi. Mana shu bilan mana 12 ta narsa, 11 ta narsa skidkada bo'ldi. Menga bitta futbolkaga skidka kelgan ekan, futbolka xarid qilmadim. Xarid qilish xohlamadim. Endi menga futbolka kerak emas edi. Shuning uchun mana shuncha narsalar bu safar xarid qilganman. Mana bu o'zimning zakazlarim edi. Endi bu zakazlarim kupon bo'yicha kelgan.
xudo xohlasa kupondan nima yutaman nima yutmayman bilmayman, lekin mana shuncha narsalar xarid qildim. Mana shu ikkita narsa sovg'aga kelgan. Sizlar ham registratsiya bo'linglar va sovg'alaringni olinglar. Bu ular Omega bilasizlar qimmat turadi. Jivitsa ham gripp bo'lganda mazza qilib ichishlaring mumkin. Shamollaganlaringda biron joylaring обязательно gripp emas, umuman shamollashlaring bo'lsa, jivitsa ichsalaring davosi bor. Yana hozir o'zida yana obzorlar, videolar olaman, chunki yana ikkita o'zimdan keyin registratsiya bo'lgan narsalari bor. Yana bitta zakaz urganman. Uni alohida urganim uchun bu videoga qo'shmadim. Uni cheki boshqa. Shuning uchun uni alohida video qilib chiqarishga qaror qildim. Videom uzun bo'lib ketmasligi uchun. Sizlar yaxshi ko'raman, yaxshi qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.